agar u yaxshilik uchun ishlatilsa, men ko'proq va yaxshiroq narsalarga ishlatishga qarshi emasman, ammo men sizga kelajakda emas, balki hozirgi kunda yashashni taklif qilaman. Kelajakdagi yutuqlar uchun kelajakdagi quvonchlarni qoldirish kerak va bugun bor narsangizdan zavqlaning. +1 301 760 60 70 bizning WhatsApp raqamlarimiz aziz do'stlar. Shuningdek, unutmang, bizda Alkitab Media internet saytimiz ham mavjud. Bugungi dasturimizning mavzusi esa buxgalteriya hisobini kim olib boradi deb ataladi. Albatta aziz do'stlar, har bir oilaviy juftlikda shunday inson bo'ladiki, u butun oilaviy buxgalteriya hisobini olib boradi. Va kim boshqaradi buni? Boshidan bilib olishimiz kerak. Umumiy olib qaraganda, men boshqaramanmi yoki ayolim boshqaramanmi yoki erim boshqaramanmi degan so'rovnomalar keladi, to'g'rimi? Aziz do'stlar, bilasizmi, bu yerda shunday bir narsa borki, men masalan turmush o'rtog'im bilan ko'proq shunday bir o'yinda o'ynaymanki, bir haftada bir marta biz bozor yoki magazinga boramizda, biz o'zimiz yoqtirgan narsalarni qaraymiz va agar u, ya'ni masalan bir narsa menga yoqib qoldi deylik va men har safar ana shu magazindan o'tganimda va o'sha narsa haligadir menga yoqsa, demak men uni kelajakda albatta xarid qilaman. Va umumiy olib qaraganda, men biror narsani xarid qilishdan oldin aziz do'stlar, yaxshilab umumiy hisoblab chiqaman, har tomonlama o'ylayman. Masalan, mana shu narsa menga hozir zarurmi? Yoki hattoki oddiy aziz do'stlar, mana kiyimga keladigan bo'lsak, ayollar meni tushunadi hozirgida. Mana shu aytaylikki, kostyumni men olsam, buni men faqat bir martagina kiyib, keyinchalikda aytaylikki, keyinchalikda bu shunchaki yotib qolmaydimi deb. Chunki hammamiz bilamizki, ayollarda shunday muammo borki, kiyim muammosi. Va doimiy ravishda ayol kishi aytadiki, menda kiyim yo'q, menda palon, menda pismadon deb aytadi-yu, lekin men shuning uchun ham mana shu tomonlama ozgina tejamkorlikka o'tib qoldim, chunki bilamanki, hozirgida men onlayn formatda ishlayman. Men ofisga bir haftada 2 marta borib kelaman va demakki, ko'p kiyim olishning menga hojatim yo'q, chunki qolgan vaqtimni men tabiiy holki uyda o'tkazib kelaman. Va shuning uchun aziz do'stlar, hattoki bilmayman, kimdir aytadiki, yo'q, bu noto'g'ri, siz o'zingizni o'ylashingiz kerak deydi-yu. Lekin oilaviy hisobotni ham albatta bu yerda inobatga olish kerak. Va hattoki oyoq kiyimga kelganda ham menda oyoq kiyimlarim ko'pincha oq, qora bo'ldi, boshqa hech qanday yo'q. Chunki bu klassika, bu oyoq kiyimlar har bir sizning kiyimingizga yarashib turadi. Sumkaga keladigan bo'lsak, xuddi mana shunday ibora bilan ishlatilib keladi va xuddi shu ibora bilan men aytamanki, ha, bu menga kerak, bu menga kerak emas, bu menga mening kompyuterimni olib yurishga yordam beradimi degan mana shunday to'liq yechimni chiqaraman. Va bu narsa aziz do'stlar, aytmoqchimanki, bu to'g'ri va mening fikrimcha bu tejamkorlik deb ataladi. Ya'ni behuda pullarni sarflashga harakat qilmayman. Shuning uchun ham masalan, hattoki lekin katta buyumlarni oladigan bo'lsak, masalan aytaylikki, mikrovolnovka yoki xolodilnik yoki duxovka buzilib qolsa ham mana shu narsalarni o'ylab ko'raman. Va turmush o'rtog'imga aytamanki, siz nima deb o'ylaysiz, mana ularda bunday qilish kerak deb. Va biz ko'p yildan beri ijarada turamiz. Mana hozirgida mana shu bir tajriba aziz do'stlar. Biz butun texnikamizni 5 yil bo'ldi ishlatganimizga va afsuski ularning muddati tugayapti va turmush o'rtog'imga aytdimki, mana shu yozni ichida, mana yozda kreditimiz tugaydi, keling ikkalamiz mana shu narsalarni sotib xarid qilaylik, yangilatishimiz kerak. To'g'rimi desam, ha, to'g'ri. Va mana shu narsa biz demak turmush o'rtog'im ikkalamiz oyliklarimizni hisoblab, qaysidir bir qismini, oyligimizning qismini
aynan mana shu narsalarga sarflab qo'yamiz. Va umumiy olib qaraganda har bir oilaviy juftlik mana shunday o'ylab, nima kerak? Shaxsan men bundan oldingi podkastlarimda ham aytgan edimki, menda Excel hujjatim bor va men u yerga yozaman. Menga nima kerak? Umumiy olib qaraganda oilaga nima kerak? Bu kerakmi, kerak emasmi yoki umumiy olib qaraganda nima uchun men bu narsalarga pulimni sarflashim kerak? Nima uchun bu zarurmi hozir degan hisobot bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va umuman faqatgina bitta inson mana shu moliyaviy yechimni chiqarmaslik kerak. Masalan, men hattoki turmush o'rtog'imga aytaman, men mana shu oyligimni palon narsaga ishlataman, men manikyur, pedikyur va hokazo degan narsalarga kerak desam, ha deb qo'yadi. Va bu narsalar, aziz do'stlar, bu mas'uliyat. Demak, biz shu narsa bilan oilaning buxgalteriyasini qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin kim bizda buxgalteriya bilan hisob kitobini qiladi? Masalan, bizning oilamizda bu tabiiy holki men, chunki turmush o'rtog'im o'tirib hammasini hisobot qilib, hammasini nimaga, qayerga sarflash, bunday narsa yo'q, aziz do'stlar. Chunki menda mana shu narsa borligi sabab turmush o'rtog'im aytadi, buni nima qilsak ekan, buni bunday qilsam ekan deb. Va umumiy olib qaraganda to'ygacha mana shu siz o'zingiz yechib olishingiz kerak. Birga o'tirib, maslahatlashib, aytchi, sen nima deb o'ylaysan, kim, qaysi birimiz oilaviy buxgalteriyani olib borishimiz kerak? Kim olib boradi, menmi yoki senmi degan. Agar sabr, toqat va vaqtingiz bo'lsa, albatta kimda mana shunday bo'lsa, agar eringizda bo'lsa, albatta bu yaxshidir. Lekin agar ayolingizda bo'lsa, u ham yaxshi, chunki aynan mana shu narsa sizlarni mukammallikka keltirib chiqaradi va siz mana shu ko'p muammolarning yechimini chiqargan bo'lasiz. Chunki to'ydan keyin boshlanmasligi kerak. Bu meniki, bu seniki, sen bunga pulni ko'p sarflab qo'yibsan, sen unaqa qilib qo'yibsan degan gap, so'z, janjallar bo'lmasligi kerak, aziz do'stlar. Va yana bir narsani unutmaslik kerakki, oila qurganingizdan so'ng sizlar shuni aytishingiz kerakki, bir-biringizga, bilasanmi, bizda mana shunday aytaylikki elektr energiya to'lovlari bor, gaz va hokazo, kommunal uslugalar deyiladi. Mana shularni hisobga ham olish kerak. Va agar qachonki siz er-xotin bo'lib turib, bir yechimga keltirib, bir yechimni chiqarganingizdan so'ng shundagina sizlar bir-biringiz bilan kelishib olgan bo'lasiz. Va albatta aziz do'stlar, siz savollarga javob berishingiz kerak. Umumiy olib qaraganda sizning moliyaviy rejalaringiz qanday? Buni to'ygacha hal qilganingiz yaxshiroqdir. Siz 10% ni qayerga ajratyapsiz, beryapsizmi deb. Va umumiy olib qaraganda to'ygacha aziz do'stlar, to'ydan keyin ham siz 10% ni berishga tayyormisiz deb. Agar sizlar turmush qurishga tayyor kelayotgan bo'lsangiz, albatta bir-biringizni qancha pul topasiz, qancha qarzlaringiz bor kelinda yoki kuyovda va albatta siz ikkalangiz o'tirib mana shu moliyaviy rejani tuzib chiqishingiz kerak. Va o'zingiz uchun siz bir grafikni tuzishingiz kerakki, qanchalik siz qachon qarzlarni tugatib to'lashga, aziz do'stlar. Va shu narsaga eng asosiysi shu narsaga kelishingiz kerakki, hech biringiz katta narsalarni xarid qilmaysiz boshqa turmush o'rtog'ingiz bilan maslahatlashmasdan. Yo'q, agar turmush o'rtog'ingiz yo'q desa, demak hech qanday xarid bo'lmaydi, aziz do'stlar. Va oxirgisi, kim oilaviy buxgalteriya hisobini olib boradi degan savolga javob bo'lish kerak va nimaga degan savolga. Aziz do'stlar, biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz. Unutmang, bizda Alkitab Media internet saytimiz ham mavjud. To'liq darslarimiz bilan alkitab.media saytimizda tanishib olishingiz mumkin.